Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan ikkitagina narsani o'zidan judayam kam xarj, ya'ni har kungi pishirsa bo'ladigan, bolalarga ham, kattalarga ham, ertalab nonushtaga ham qo'yib bersa bo'ladigan pirojki tayyorlaymiz. Oddiy illidan issiqroq sutga droji, 3 choy qoshiq, 1 choy qoshiq shakar, 1 choy qoshiq tuz qo'shib yaxshilab aralashtirib xamir qilib olamiz. Xamirimiz ozgina qo'lga yopishadigan bo'lishi kerak. Ozginadan un qo'shib xamir holatiga keltiramiz. Yaxshilab aralashtirib bitta massa qilib olib, xamir uchun unni ozginadan qo'shamiz. Qattiq xamir bo'lib ketsa, xamirimiz oshmaydi, ko'tarilmaydi. Xamir holatiga keltirganimizdan keyin 2-3 qoshiq o'simlik yog'i qo'shib, bir marta mushtlab olib, ustini strech bilan yopib, issiqroq joyiga ustini o'rab olib qo'yamiz. 20 minut, 15 minutda shunaqa oshib chiqadi xamirimiz. 1 stakan suvga mana shuncha xamir chiqadi. Bundan 10 tacha katta pirojki chiqadi. Xamirimizni agar qo'lga yopishadigan bo'lsa, ozgina piyolaga yog' quyib olib, qo'limizni ozginadan yog'lab yoyib olamiz. Nachinkasi uchun men pyure qilib, bitta piyozni qovurib olib, pyureni ustiga solib, nachinka qilib oldim. Juda ham mazali chiqadi. Pyureni o'zini qilgandan ko'ra shu usul juda ham mazali bo'ladi. Shunaqa holatda tugib olib, pirojkilarimizni yoyib chiqamiz. Birinchi tugib olib, keyin ustini sochiqcha bilan yopib qo'ysa, ungacha ishib turadi. Yaxshilab chetlarini yopib chiqamiz, ochilib ketmasligi uchun. Ungacha ozgina past olovda gazni yog'ni qizdirib turamiz. Pirojkilarimizni qovurganimizda yana 2 barobar bo'lib, shunaqa ishib zo'r bo'lib chiqadi. Har bitta tarafini 3-4 minutdan balanddan ozgina pastroq olovda qovuramiz. Ichlari ham yaxshi bo'lib pishib chiqishi uchun baland olovda qovursa, ichi pishmay qoladi. Har bitta tarafini 3-4 minut qovurgandan keyin xolasizlar oldiga tomatni sous qilsanglar ham bo'ladi. Juda ham mazali, yumshoqqina bo'lib pishib chiqadi. Yoqimli ishtaha. Ichlari ham berk bo'lib qolmaydi.